er va xotin 6 oy bir-biri bilan yashamasa, ularga taloq tushib qoladimi? Er safarga ketadi, ishlagani ketadi, doim lekin ayoli bilan muloqotda bo'ladi, gaplashib turadi. Ayol ham er bilan, er ham ayol bilan yaxshi. O'rtalarda hech qanaqa munosabatlar uzilmagan, buzilmagan. Er javobingni berdim, javobing o'zing bilan, boshing ochiq demagan. Bu so'zlar taloqqa dalolat qiladigan so'zlar. Yoki seni taloq qildim, yoki sen taloqsan demagan. Shunchaki ma'lum bir sabablarga ko'ra bir uyda yasha olmayapti. Ish yuzasidan oilani boqish uchun u safarga ketgan. Azizlar, er va xotin 6 oymi yoki 6 yilmi bir-biri bilan yashamagan taqdirda ham ular doimiy muloqotda ekanlar. Er o'zini xotiniga taloq bermas ekan, hech qanaqa taloq tushmaydi. Nikoh eskirib, aynib qoladigan bir ovqat yoki urinib qoladigan bir meva emas, yoki nikoh vaqtlar o'tib kuchini yo'qotadigan bir nimadir vosita emas. Nikoh modomiki er va xotin tirik ekan va er o'zini xotiniga javobini bermagan ekan, ya'ni bermas ekan, bular o'rtalaridagi nikoh turaveradi, uzilib ketmaydi. Hech qanaqa nikoh uzilib, ularga nima? Taloq tushmaydi.